Ukam bu aka, qani, mana buni oti nima? Aytchi. Sanchi, ha? Mang'arlaring ukam, mana shu mahalla turasanlar. Olcha olib yedilaringmi hech? Ha? Yo'q, qaranglar. Aqlli ukam, bizdan daraxtdan olcha qolmadi. Aka bularcha karzinkadan olcha sotib olib yedi. Nima qiladi? Qo'lini ani qirib, shilib. Qani. Voy. Oh. Esinglardan oldin borib, shponkani tayyorladim. Men bu daraxtda borib, olcha pishib ulgurmasdi. Men olchani qaraylar, tiqqil yotibdi, borib hech kim tegmagan. Sizni ham 4-5 tani yoshidan o'sib kelgan do'stingiz borib, o'shanga jo'natib qo'ying. Mana shu videoga like bosinglar. Agar mana shunaqa shponka tayyorlagan bo'lsangiz aka, maza qilin, yoshlikni esladim borib. Achi bo'ldi, menga ham qolsin. Qo'llarimiz qip-qizil. Qani bitta ko'raylik, qani. Просто 5.